siz orqasidan kelayotgan bo'lsangiz, aylanib o'tasiz. Tushundingizmi? Sekin kelayotgan traktor bo'lsa, quvib o'tasiz. Agar chapga burilmoqchi bo'lsangiz ham, xuddi shunday shu o'rta tasmaga o'tasiz. Agar orqaga qaytmoqchi bo'lsangiz ham shu tasmaga o'tasiz. Mana savolga javob berib qo'ying. Bilmayman. Mana Azam aka boshladi mana. Boshlanishdan Azam aka boshladi. Yes. Ertaga ko'ryapsiz, mana akadan keyin qanday hayajon bosadi. Hozir yerdan hayajon deymiz. Hozirdan hatto bo'ldi ba'zi vaqtlarda hech kim kichkina xalat beradi. alo To'xtab turish maydonchasida, ya'ni parkovkada yoki yo'ldan tashqarida chiqib turish kerak-da. Tushundingmi? Oddiy narsa-ku bu. To'g'rimi? Eslab qoldingmi? Uzoq muddatga to'xtab yo'ldan tashqarida boshqa joyda bir e'tiroz joyga to'xtab. Qaysi belgi ro'para harakatlanishning 20 tadan 20 ta, 20 tadan 20 ta. Ya, mana bu javobini o'qitdim.